Agar uyda ekler shirinligini tayyorlayotgan bo'lsangiz, ko'tarilib, ichlari bilan shunaqa g'ovak bo'lib pishmasa, bu video aynan siz uchun saqlab oling. Yashiradigan sirlari bilan aytdim. Idishimizga sut, sariyog' yoki margarin, tuz, shakar, gazga qo'yamiz. Shu desanglar gaz o'chgan ekan. Keyin qo'shnilardan plita olib kelasizlar. Massamiz qaynab chiqqandan keyin un solib, yaxshilab aralashtirib turamiz. 3 daqiqa tinmasdan aralashtirganingizdan keyin o'z tagiga oladi. Shunda xamir tayyor bo'ladi. Xamir sovigandan keyin tuxum chaqamiz. Oxirgi ikkita tuxumni atalab chaqorsalar, yanada xamiringiz yaxshi chiqadi. Xamir shunaqa qo'lga yopishadigan, cho'ziluvchan bo'lishi kerak. Konditor qopchalariga solamiz va o'zingiz xohlagan shaklda chiqarasiz. Endi esa eng nozik joyiga keldik. Ko'pchilik pishirishda xato qiladi. Turgan duxovkada 15-20 daqiqa 220 gradusda pishirib olamiz. Eklerlarimiz ko'tarilib bo'lgandan keyin 150 gradusda 25 daqiqa pishiramiz. Endi esa pulli kursadan urganga suyulib ketmaydigan morojniy krem tayyorlaymiz. Qaymoq, moloko hamda 1 qoshiq shakar sovuramiz. 15-20 daqiqa muzlatgichda muzlatamiz. Mikser qilamiz. Boshda suyuladi. Keyin esa shunaqa qattiqqina krem bo'ladi. Eklerlarimiz duxovkada payti duxovkani ochish umuman mumkin emas. Men kremimni 2 ga bo'lib oldim. Yarmiga mini eklerchalarimizni solib aralashtirdim. Qolganini esa eklerlarimizni ichiga joylashtirdim. Endi ko'chadan 69 mingga ekler sotib olmayman qizlar. Shu retsept bilan tayyorlasanglar sizlarda ham aniq o'xshab chiqadi. Proporsiyalarni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Shirinliklarimni ikkita idishga taxladim. Ertaga ojonlarni ko'rgani boramiz. Avvalaman ikkinchi idishim esa mendan yordamini ayamagan qo'shnijonimga. Chunki yangi ko'chib kelganim uchun ko'p qo'shnilarni tanimayman. Bir og'iz iltimosimga yo'q demadilar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Ketkazgan vaqtingizga esa rozi bo'linglar.